tashlab ketadi deb boshqasiga ko'tingizni ko'tarmasdan o'tirganingizdan keyin na bir ishlasangiz, na bir katta daromadga chiqishni xohlasangiz, na bir ilm olsangiz, faqat kayfu safo, oila bilan yurish mashi tema. Oldingizdagi partneringiz sizni qulayotganingizni downfallni ko'radi-da, конечно. O'zingiz ustingizda ishlang, onasini emsin. Zo'r ishlang. Boshqa eshikdan yorilib mamunda chiqib kelingchi. Ko'rsatib qo'ymaysizmi? Bilyat siqilavermasdan. Ko'pchiliginglar siqilib qolasizlar. Mana shu отношение buzilib ketgandan keyin, tashlab ketib qo'ygandan keyin to'xtang. Onasini emsin 6 oy ishlang o'zingiz ustingizda. Shunaqa nereal bo'lib chiqib keling. Men bu bolani tanirdim. Men bu bola bilan vaqtida ko'rishganman degan gaplar eshiting orqangizdan. Shunchalik darajada sizni oldingizga kela olmaydiki, orqangizdan gapiradi bu insonni taniganman deb.